Ash qiz yomon yurakdan urdi borib, borib gapini olamiz. Xullas, meni feromonni og'zi o'zimga emas, gulga sepaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'tirsam bo'ladimi? Yoningiz bo'shmidi? Ahmad. Ismingiz nima? Tanishsak bo'ladimi? G'alati emasmi? Yo'q, normalniy, menimcha. Men sizga xursand bo'ling deb gul olib keldim. Sabab? Prosta qarasam, xafa bo'lib o'tiribsiz. Boring, boshqasiga berasiz. Yo'q, qo'limni qaytarmassiz endi, mayli. Do'st sifatida boshqamaydi. Nima sepilgan? Voy, gulli hidi-ku. Yo'q, atir guldan bunaqa qilganda. Lekin gul bu. Nima sepilgan? Endi atir sepib qo'ydim-da, ozgina. Qanaqa? Yaxshi hid kelib tursin. Yoqdimi sizga qanaqa ekan? Bittada o'zgarib qoldingiz. Hozir bez настроение o'tiruvdingiz, gaplashgingiz kelmay. Yo'q, zo'r hidi. Nomi nima? Nomi feromon sepib olgandim. Gulga ham sepib sizga olib keldim-da. Zo'r hidi lekin. Ko'rsam bo'ladimi? Ko'rsangiz, конечно bo'ladi, faqat mashinada edi-da. Agar vaqtingiz bo'lsa, aylanib bir kofe ichib shaharda. Davay. Bo'ladimi? Ismingiz nima edi? Shahzod. Yuring ketdi. Siz bir aylantirib keling.